Kunlardan bir kun bir o'yinchi qishloq topib oladi. U xursand bo'ladi, chunki bu qishloqni topish uchun u juda ham ko'p harakat qilgan edi. Va keyin g'alati narsaga guvoh bo'lishimiz mumkin. Qishloqlarda negadir eshik yo'q. U juda bunga hayron qoladi va sababini qidirish uchun u ichiga qarab qo'yadi va bloklar sindiradi. Sandiqda balki narsalar bormikan deb, albatta har bir o'yinchiga instrumentlar kerak bo'ladi. Shuning uchun hamma narsalar joyida. Faqatgina eshiklar g'alati. Bilamizki, har bir o'yinchi birinchi bo'lib temirchining uyini qidiradi. Chunki temirchining uyida yaxshi instrumentlar bor. Va temirchining uyida ham negadir eshik yo'q edi. Va kech tushadi. O'yinchimiz biroz qo'rqadi, lekin u qo'rqmaslikka harakat qiladi. Hamma qishloqdagi uylar negadir eshigi yo'q edi. U bundan judayam hayron qoladi. U qishloqlar yordam berish uchun har bir eshikni ochib chiqadi. Ya'ni bloklar sindirib, qishloqlar uxlashi uchun eshik ochib beradi. U o'zini xavfsizligi uchun baza qurishi kerak edi va u tepaga qurishni afzal ko'radi, chunki u juda ham qo'rqayotgan edi. Agar men ham horror o'ynayotganimda tepaga uy qurgan bo'lardim. Tepa pastdan ko'ra albatta xavfsizroq. Men ham sinab ko'rgan bo'lardim. Mayli. Va u uy qurishni boshlaydi. Va uyni ancha yarmigacha qurib qo'ygandan so'ng negadir bu yerda mollar o'lib qoladi. Ular shunchaki o'lib qoladi va uni sababini qidirish uchun bu yerga kelib ko'radi. Qaraganda o'yinchimiz o'zini juda ham g'alati his qilishni boshlaydi. Chunki u o'z chegarasiga yetib kelgan edi. Bu g'alati ishlar uni charchatdi. Va nihoyat endi u nimadir qilishga harakat qiladi. Uyni tezroq bitirish kerak. Lekin unda bloklar kam. Xo'sh, endi o'yinchimiz nima qilibdi ekan? O'yinni tugatish uchun tezroq harakat qilish kerak. Chunki u juda ham qo'rqqan edi. Albatta o'lib qolmasligi uchun u uxlashi uchun divan topadi. Uni sindirib uxlashga harakat qiladi. Lekin menga shu yerda bir savol tug'ildi. Nega bu eshik? Negadir yana bu eshik bloklangan edi. Men ko'rishimcha bu o'yinchimiz hamma eshiklarni qurib chiqqan edi, ya'ni ochib chiqqan edi. Mayli, bunisiga shunchaki ko'rinamiz. Negadir bu yerda qishloq o'z-o'zini yonib ketadi. O'yinchimiz yanada o'zini yomon his qilishni boshlaydi. Va nihoyat o'yinchimiz o'rnidan turib pastga qulaydi. Va u qishloqni ozgina tekshirib bo'lgach, bir uyni ko'radi. Uni ustida qandaydir taxtalar turibdi.